Birinchi farzandlari yurak nuqsoni bilan tug'ilib 3 oy yashagan. Ikkinchi farzandlari 8 haftaligida tushib qolgan. Yaqinda qabulimga bir bemor keldilar. Yoshlari 23da. Turmush qurganlariga 3 yil bo'lgan, lekin hali farzand yo'q. Birinchi farzandlari yurak nuqsoni bilan tug'ilib 3 oy yashagan. Ikkinchi farzandlari 8 haftaligida tushib qolgan va yana homilador bo'lish uchun va nima sababdan bunday bo'layotganini bilish uchun qabulimga keldilar. Albatta buning sababi ularning qarindosh nikohida, ya'ni xolalarning o'g'liga turmushga chiqqanlar, opa-singillar quda bo'lishgan. Bunday holatlar juda ko'p kuzatiladi. Albatta bu achinarli holat. Bunday holatda eko tavsiya qilinadi hamda embrionlarni PGD usuli yordamida tekshirish tavsiya qilinadi. Embrionlarni genetik hamda xromosom kasalliklarini tekshirib, sog'lom embrionlarni bachadonga ko'chirib o'tkaziladi. Har doim ham bunday oilalarda embrionlar genetik sog'lom bo'lavermaydi. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz kelajagini o'ylang. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohni esa to'xtating.